Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bitta video meni juda ham qattiq ta'sirlantirdi. Hozir uni sizga ham ko'rsatishga harakat qilaman. Odamlar dunyodagi eng yaxshi 10 daqiqalik film unvonini olgan filmni tomosha qilish uchun kinoteatrga yig'ilishdi. Qisqa daqiqalardan so'ng film boshlandi. Ekranda uyning shiftidan boshqa hech nima ko'rinmadi. 4-daqiqada ham shu ahvol. 5-daqiqada ham. 8-daqiqaga kelib ham shiftdan boshqa hech nima yo'q edi. Odamlar betoqatlana boshladi. Ba'zilar kinoteatrni tark etdi. Ba'zilari ketgan vaqtiga achindi. 9-daqiqada ekranda avtohalokat sabab bir umr to'shakka mixlanib, falaj bo'lib qolgan bola va uning yotog'i ko'rindi. Keyin esa ekranda mana bu yozuv aks etdi. Bu bolakay yana necha yillarni shu zaylda davom ettiradi. Siz esa 8 daqiqa chidolmadingiz. Qanchalik sabrsizmiz. Aslida bir umr shiftga tikilib katta bo'lgan bolalarni tasavvur qilsangiz, qanchalik bu hayot haqiqatlarini his qilasiz. Aslida yillar davomida O'zbekistonda bolalar tibbiyotini ham ana shu shiftga tikilib yotgan bolalarga qiyos qilish mumkin. O'zbekiston prezidentining ezgu tashabbusi bilan poytaxtimizda barpo qilingan bolalar tibbiyot markazi bu minglab bolalar dardiga, minglab oilalar dardiga malham bo'ldi. Ayni shu yerda qisqa vaqt davomida 400 dan ortiq yuqori texnologik O'zbekiston bolalar tibbiyotida yangilik bo'lgan operatsiyalar joriy etildi. Ayniqsa davosiz deb topilgan oq qon kasalligiga chalingan bolalarni, ularning onalarini tasavvur qilsangiz edi. Aynan shu markazda yaqindagina qon raki, leykoz kasalligida o'zak hujayrasini ko'chirib o'tkazish operatsiyasi joriy etildi. Bu O'zbekiston bolalar tibbiyoti tarixidagi yangilik edi. Ayniqsa bir nechta bolasini ketma-ket yo'qotib, taqdirim qismatim ekanda yashagan surxondaryolik singlimizni dardini eshitsangiz, qanchalik bu markazning ochilishini, milliy genofondimiz uchun qanchalik ahamiyatli ekanligini his qilasiz. Murodjon o'g'lim 6 ga to'ldi. O'zim Surxondaryodaman. Avvalam ikkita bolam shu kasallik bilan, ikkalasi ham 5 yosh, 6 yosh bo'lib bevaqt olamdan o'tdi. Allohimga shukr, davolar topildi. Prezidentimizga rahmat. Shu bolajonlarimizni o'ylab, mana shunaqa sharoitlar yaratib berdi. Umrlari uzoq bo'lsin ilohim. Doktorlarimiz ham tan joni sog' bo'lsin. Surxondaryoga ko'riklarga borib, nazoratda bo'lib, bizlar shu doktorlarimiz orqali shu operatsiya borligini bildik. Avval faqat qon olib, donor qoni bilan yashab yurardi. Bilan davo shunaqa edi, tabletkalar ichib. Necha yoshdan boshlab kasal? 3 oylikdan beri faqat donor qoni bilan yashab kelayotgan edi. Nechinchi farzandingiz? 5-farzandim. Hozir menda baxtli inson yo'q. Hech so'z bilan ta'riflolmayman bu nimalarni. Men ham o'zimdan bir farzandim qolsin deb agar Allohdan so'rardim o'zim ham. Hayajondaman hozir. Baxt farzandim sog'lig'i ilohim hech qanaqa ona farzand dog'ini ko'rmasin. Yaxshi ham O'zbekistonda shu operatsiyalar yo'lga qo'yilganiga xursandman. Prezidentimizga ming marta rahmat aytaman, ta'zimlar qilaman. Shu e'tibor berdi sog'liqni saqlashga, ayniqsa qancha ota-onalar kuyib, nechta bolalar qancha nobud bo'ldi. Mana endi nasib bo'lsa bu operatsiyalar bo'ldi. Hammaning oilasida xursandchilik. Mana Kamol akam bilan Surxondaryoga borib, egalikka doktor bilan tekshiruvlar qildilar. Qizimdan donorlik tekshirib o'zlari. Qizingiz donor bo'ldi? Qizim donor bo'ldi. Qizim 8-sinf. Bir kun yotib qizim yaxshi. O'zi juda mendan ham xursand. Ukam yashab ketadi endi deb. Shiraklar hammasi yaxshi kelsin. Umid bilan kelganmiz hammamiz. Mana doktorlarga minnatdormiz hammasidan. Shu e'tibor bordir-ku, bepul chiqaryapti. Prezidentim nima turguncha tursin. Doktorlarimiz hamma sharoitimizga yordam qildilar. Yonimizda tikka turdilar. Uylar ham uylariga bormasdan. Bu baxtlimisiz? Juda baxtli onalardanman o'zimni. Yo'qotish hisligini umuman qo'rqib yashardim o'zim ham.
suyak iligi transplantatsiyasini O'zbekistonda birinchi marta qilishimiz uchun biz juda ko'p bosqichlardan o'tib o'tdik. Chunki bu uchun juda ham katta kuch kerak. Bu amaliyotni bajarishimiz uchun Zamin fondi, hurmatli prezidentimiz juda ham bizga katta yordam berdilar. Mana shunaqa chiroyli bolnitsa, bu klinikada juda ham ko'p imkoniyatlarga ega. Bu klinika o'sha aynan prezidentimizning tashabbuslari bilan qurilgan. Bu klinikaga faqat biza o'sha suyak iligi transplantatsiyasini bajarish uchun qo'shimcha jihozlar oldik. Qo'shimcha joylar qurdik. Dikmes tashkiloti bilan grantini yutib, ular bilan hamkorlikda ishladik va bugun shu barcha qiyinchiliklarimizdan o'tib shu amaliyotni bajarishga yetib keldik. Biz 1 yilda o'rtacha 50-60 ta bemorda suyak iligi transplantatsiyasini rejalashtirganmiz. Bu yerda bemorlardan pul olinmaydi. Dikmes kerakli xarajatlarni o'zlari ko'tarishadi. Dorilarga bo'lgan, jihozlarga bo'lgan talablarni bizning klinikamiz o'zi qilib berishadi. Endi bizning mamlakatimizga shu narsaga talab bo'lgan, ko'pchilik bemorlar chet ellarda yurgan, sargardon bo'lgan, lekin mutaxassis bo'lmagan. Prezidentimiz yordam berdi, masalan, bolalarimizni Koreyaga o'qitishga yordam berishdi, Koreyaga bir yil o'qib keldik. Biz tayyor bo'ldik, shu uchun bosh yo'yishni boshladik. Bu uchun prezidentga katta rahmat. Murodjon, tabriklayman. Siz g'olibsiz. Rahmat. Doktorlarga rahmat. Hammasi yaxshimi? Hech qayeringiz og'rimayaptimi? Qo'nimayapmiz, shunisiga shukrmiz. Har 2 haftada donor qoni bilan yashardi. Yo'q, qonlarim tushmayapti. O'zini aytgan gaplarni ayting. Hamma narsaga chidayman, faqat qonamasam bo'ldi deb. Qancha og'irliklarga bo'lsa ham deb, ayjon mayli operatsiya bo'lsa ham mayli chidayman deb o'zi nima qilardi. Qachon qonamaydigan bolalar qatori men deb shu kunga yetkazganiga shukrlar aytaman. Farzandingiz sog' bo'lishi, bag'ringizga yurishi o'sha katta boyligingiz ekan. Qorni ekan. 100 tushgani yo'q. Siz yaxshi ko'rganman. Endi o'zini ishlayapti. O'zimiz ketdi. Bo'ldi endi hech Xudo xolasa endi yana 1 yil kuzatamiz. 1 yilgacha asorat bo'lamiz shu bilan. Xudomiz yaxshi bo'lib ketadi. Ezgu niyatda qurilgan markazimiz bugun haqiqatda o'z natijasini beryapti deb faxrlanib ayta olaman. Sababi markazimiz butun dunyo standartlari asosida qurilib, barcha mutaxassislar chet elda ta'lim olgan. Hattoki o'sha markazni boshqariladigan hujjatigacha jahon standartlari asosida tuzilganligi bugun bitta natijaga erishish uchun 50 yil emas faoliyat. 4 yilda natijaga erishish mumkinligi yaratib berilgan imkoniyatlar natijasi va samaradorligini ko'rsatadi. Hurmatli prezidentimizning saylovoldi dasturlarida xalqqa bergan va'dalari bor edi. Bitta band shaklida kelgan. Onkologik xastaligi bo'lgan bolalarda suyak ko'magi transplantatsiyasini amalga oshiramiz degan va biz jamoamiz bilan birgalikda hurmatli prezidentimizning xalqiga bergan va'dasini bajarishga sababchi bo'lganimiz uchun faxr hissi tuyaman. Respublikada bugunga kelib 7 ta ixtisoslashtirilgan markazlar xalqaro akkreditatsiyadan o'tdi. Prezident tashabbusi bilan barpo etilgan 4-darajali bolalar milliy tibbiyot markazi bu borada yetakchilardan bo'ldi. Dunyoning mingta klinikasi qo'lga kiritgan Amerikaning GC akkreditatsiyasini qo'lga kiritganmiz. Amerikadan kelgan auditorlar aytishuvdiki, biz shu paytgacha dunyoning ko'p tarmoqli tibbiyot markazlaridan 1000 atrofisini akkreditatsiyadan o'tkazganmiz va bularning orasida alohida GCI sertifikatini olgan bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasi yo'q edi. O'zbekistonda shunchalar bolalar salomatligiga e'tibor qaralayotganligi va tayyorgarligi shunday darajada bo'lgan ekanki, birinchi marta biz dunyoda alohida bolalar klinikasiga GCI akkreditatsiyasini berdik. O'zbekiston tibbiyoti prezidentning doimiy e'tiboridagi va millat taqdiriga daxldor soha. Shu boisdan so'nggi 7 yilda sog'liqni saqlash sohasiga ajratilayotgan mablag'lar hajmi 5.9 trillion so'mdan 33.5 trillion so'mga yetdi, ya'ni 6 barobarga oshdi. Hududlardagi 147 ta tibbiyot muassasalarida 1.3 trillion so'mlik qurilish ta'mirlash ishlari bajarildi. 11 ta investitsiya loyihalari amalga oshirilib, 441 ta muassasalarga 160 million dollarlik 1246 turdagi tibbiy jihozlar yetkazib berildi. Uning natijasini yurtimizdagi har bir klinikada ko'rish mumkin. Hurmatli prezidentimiz imzolab bergan 103-qarorga asosan bizning respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya markazimiz yangi zamonaviy tibbiy uskunalar bilan jihozlandi, moddiy texnika bazamiz kuchaytirildi. Shuni natijasida mana shu yangi operatsionlarni jihozladik. Bemorlarimiz yurak ritm buzilishidan murojaat qilib kelgan payti yangi yuqori texnologik amaliyotlarni bajarish imkoniyati bor. Oldin bu imkoniyatlar yo'q edi va bu nima beradi? Birinchi navbatda murakkab amaliyotlar bajarishda
xavfsizligini oshirib beradi va shu bilan birga samaradorligini oshirib beradi. Chet tilda buni intervension aritmologiya deydi. Bunda mana 3D karto sistema deymiz. Bu yangi uskuna bizga o'sha yurak ritm buzilishini o'chog'ini aniq ko'rsatib beradi. Rengen nurlar juda kam ishlatiladi. Shu 24-yildan ishni boshladik. Bir qator operatsiyalarni bajardik. Buni birgalikda Germaniyadan kelgan mutaxassislar bilan bajardik. Sun'iy intellektga yordam bor. Birdaniga kateterlar qo'yiladi. O'sha kateterlar qanchalik samaradorlik aritmiya o'chog'ini yo'lini to'sqinlik qilib berdik. Qalb jarrohlik amaliyotida eng katta muammo bu reabilitatsiya davri. Mana bu uskunalar reabilitatsiyani qisqartirib beradi. Agar bemor hammasi yaxshi bo'lsa, 2 kun javob bersa bo'ladi bu amaliyotlarda. Undan tashqari biz mana kriya konsoli oldik. Bu muz bilan yaxlatib aritmiya o'chog'ini bartaraf etadi. Bu yanada ham samarali bo'ladi va o'sha yurak to'qimalarida shikastlanishini oldini oladi. Mana shu operatsiyonni o'zi agar qiymatini olsak, moliyaviy qiymati $1 million qimmat turadi. Yana bir tarixiy fakt: elektron poliklinika va elektron shifoxona axborot tizimlari takomillashtirilib, yagona tibbiyot axborot tizimi joriy etildi. Mazkur tizim Toshkent shahri, Sirdaryo va Qoraqalpog'iston Respublikasida birlamchi bo'g'in muassasalarida to'liq ishga tushirildi. 2024-yilda ham boshqa yillar qatori mamlakatimizda sog'liqni saqlash tizimi inson qadri uchun degan tamoyil asosida amalga oshirildi. Birlamchi tizimda eng muhim masala bu tibbiy xizmatni aholiga maksimal yaqinlashtirish. Har bir xonadonga shifokorning kirib borishi. Bu harakatlar nimadan iborat bo'ldi? Birinchi navbatda biz 2024-yilda elektron poliklinikani shakllantira oldik. Elektron poliklinika demak bemor o'rtada shaxsning ishtirokisiz tibbiy ko'riklarga chaqirilishi mumkin yoki bo'lmasam o'zi murojaat qilmoqchi bo'lsa, ana shu elektron tizim orqali, mobil ilovalar orqali poliklinikaga murojaat qilishi mumkin. Bu dunyo tajribasida isbotlangan, ko'rilgan jarayonlar va O'zbekiston ham 24-yilda bu boradagi ishlarni jadallashtirdi. Elektron poliklinika umuman bugun O'zbekiston tibbiy sug'urta tizimiga o'tayotgan bosqichda eng muhim omillardan biri bo'ladi. Raqamlashtirishsiz tibbiy sug'urtani to'laqonli amalga oshirish juda murakkab. Tibbiyot markazlarida tibbiy sug'urtani joriy qilish uchun protokollar, birlamchi tizimda esa xizmat paketlari bo'lishi kerak. Ana shu aniq belgilangan xizmat paketlari bilan statsionardagi davolash diagnostika protokollarini bo'lishi va unga rioya qilish orqali tibbiy sug'urtaga o'tish kerak. Ana shu jarayonda biz statsionarlarda xodimlarni o'z bilimi ustida ishlashiga erisha boshladik. Ko'pgina dunyo mamlakatlarida tibbiy sug'urtaga o'tish 10 yil, 20 yil, ba'zi bir mamlakatlarda 30 yil vaqtni olgan, lekin O'zbekiston mana oxirgi 8 yil ichida bu g'oyani davlatimiz rahbari tomonidan berilishi va amalga oshirishimizdagi jarayonlar 1-yanvardan Qoraqalpog'iston Respublikasi o'tish kerak tibbiy sug'urta tizimiga. Ana shu 3 ta hududdagi tibbiy sug'urta jarayonlarini monitoring qilishimiz, muammolar va yutuqlarini tahlil qilish orqali va uni yechimlarini topish orqali biz tibbiy sug'urtani 2026-yilda yana kengroq boshqa hududlarga ham ko'chirish imkoniyatimiz bo'ladi. Bugungi kunda yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari nafaqat poytaxtimiz va viloyatlar markazida, balki tumanlarda ham muvaffaqiyatli o'tkazilib, minglab bemorlar o'z dardiga davo topmoqda. Hududlardagi yuqori texnologik operatsiyalar ulushi bugunga kelib 61% ga yetkazildi. Poytaxtga kelib davolanish 24% ga qisqardi. Hurmatli prezidentimiz ilk bor shu davlat rahbari bo'lgandan aholini salomatligini muhofaza qilish davlat strategik vazifalaridan biri deb belgilab berganlar. Bu borada oxirgi 7-8 yil juda katta ishlar qilingan. Agar bitta yuqori texnologiyani oladigan bo'lsak, masalan, yilida 4000-5000 operatsiya qilinadigan bo'lsa, hozir oxirgi 7 yilga 6-7 barobar ko'paydi. Bu nima degani? Bu birinchi navbatda bemorlarning chet elga borishini bartaraf etildi. Bugun hammasi Toshkentda yoki viloyat darajasida bajarilyapti. Mana hozirgi kunda O'zbekistonda 50 mingga yaqin operatsiyalar bajarilayotgan bo'lsa, oldin 5 ming qilinardi. Qolgan 40 ming, 45 ming bu majbur edi chet elga ketishga. Aynan yurak bo'yicha. Yurak bo'yicha. Bugungi kunda buni nafaqat Toshkentda, viloyat darajasida qilyapmiz. Mana hurmatli prezidentimizga rahmat, nafaqat Toshkentga e'tibor qaratyapti. Birinchi navbatda hududlarga qaratyapti. Barcha bizning filiallarimiz zamonaviy tibbiy uskunalar jihozlandi. Boshqatdan binolar qurib berildi. Tuman tibbiyot birlashmalariga angiograflar berilgandi prezident tashabbusi bilan. U ham bor. Mana Bekobod tumanida bor, Denov tumanida bor. Hozir aholiga tibbiy yordam ko'rsatilyapti. Men sizga misol keltiraman. Bir 10 yil oldin men shu markazga boshlagan paytim angiograf uskunasi respublika bo'yicha 4 ta joyda bor edi. Bizda 400-500 kilometrdan odamlar infarkt bilan kelardi. Men o'zim shu Qashqadaryodan bemorlar telefon qilib kelardi. Uni birdan yotqizib ertasiga operatsiya olib stent qo'yib berganmiz. Hozir bu imkoniyatlar viloyat o'zida bor, tuman darajasiga tushirildi. Bugun shifokorlarimizga ham juda katta e'tibor qaratilyapti malaka oshirish bo'yicha. Tuman darajasi, viloyat darajasida, respublika markazlaridan chet elga o'qishga yuborilyapti. Bu ham katta yordam mana shu aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish uchun. Men o'zim ham student bo'lganman, ishlaganman viloyatda. Har yili
paxtaga olib chiqardi. Bugun shuni yo'q-ku. Bugun har bitta tibbiy xodim o'zini ish bilan shug'ullanishi kerak. Buning uchun biz juda minnatdormiz prezidentimizdan. Mana shu shifokorlarni mana shu qullikdan qutultirganiga. Men o'zim kandidat nauk bo'lib Moskvadan kelgan paytim topshiriq kelyapti, paxtaga ketasiz. Men aytdim, mayli shifokor bo'lsa ketaman deganman. Yo'q, shifokor paxtakor bo'lib ketasiz. Men aytdim, bormayman degan paxtaga. Chunki bu hech qaysi aqlga sig'maydi, shifokor odam yoki ilm fanni xodimi borib paxta tersa. Nima kutish kerak u davlatdan ertaga? Tibbiyotning muammosi o'shadan kelib chiqadi. Hozir yoshlarimiz mana chet elga ishlashga ham qiziqadi. Bu ham bir yaxshi ko'rsatkich. Ilm fanga intilish, bilimga intilish, bu islohotlarda mana shu eng katta yutug'i. Men juda ham baxtliman. Shunday davlatda men yosh olim bo'lib yurganim uchun, chunki hamma imkoniyatlar yaratib berilyapti. Mana prezidentimiz qaroriga asosan men Italiyaning yetakchi Padua universitetiga ketyapman stajirovkaga, 1 yillik stajirovka, grant asosida hammasi davlat tomonimizdan qoplanadi. U yoqda olgan bilimlarimni men o'ylaymanki, xudo xolasa shu O'zbekistonda yurak qon tomirlarini davolash sifatini oshirishga yordam beradi. O'zbekistonda ilk bor Toshkent shahri va Sirdaryo viloyatida tibbiy sug'urta mexanizmlari joriy etildi. Qoraqalpog'iston Respublikasida esa tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlari va ularning filiallarida har yili o'rtacha 100 ming nafar imtiyozli toifaga mansub bemorlar bepul yo'llanma asosida davolanmoqda. Yana bir fakt, aholining o'rtacha umr ko'rish davomiyligini 78 yoshga yetkazish, tibbiyotga yo'naltiriladigan mablag'lar hajmini 2 barobarga oshirish, onkologiya, yurak qon tomir, diabet va nafas yo'llari kasalliklari bo'yicha erta o'limni 2,5 barobarga kamaytirish, O'zbekistonni sil xastaligidan xoli hududga aylantirish ustuvor vazifa etib belgilangan. Bugun biz dunyoda ayollar orasida o'limga sabab bo'ladigan eng og'ir onkologik kasalliklar bor. Bu bachadon bo'yni saratoni va ko'krak bezi saratoni. Davlatimiz rahbari 2024-yilni noyabr oyida muhim qarorga imzo chekib berdilar. Aynan shu skrining orqali ularni kasallikni erta aniqlash, aniqlangan bemor ayollarimizni davolash va davolagandan keyin reabilitatsiya masalasi. Ana shu 3 ta qismda bizda bugun O'zbekistonda xalqaro darajadagi tamoyillarni va protokollarni qo'llashimiz kerakligi to'g'risida topshiriq ketgan bu qarorda. Men hatto bu ayollarimizni yoshini ham aytib beraman. Biz 30 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan ayollarimizni bachadon bo'yni saratoniga aynan shu kontingentda kasallik ko'proq uchraydi. 30 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan ayollarimizda ko'krak bezi saratonini skriningini o'tkazamiz va bu skrining o'tkazilgandan keyin bu birlamchi tizimda bo'ladi. Bunda albatta ijtimoiy mas'ulligi shakllangan patronaj doiralari orqali bo'ladi. Oldin qanaqa bo'lardi? Oldin bunaqa tizim yo'q edi. Ularni alohida ko'riklarga olib chiqish tizimi yo'q edi. Ayol kishi ikkala holatda ham saratonni asoratlari boshlangandan keyin o'zini ahvolini tushunib, u ozishni boshlaydi, unda og'riqlar, o'zgarishlar boshlagandan keyin shifokorga murojaat qiladi, lekin erta aniqlanganda 80% gacha ayolning umri 20-25 yilga uzayadi. Ba'zi bir holatlarda agar juda ham erta aniqlasak, bu to'liq tuzalishga ham yetib keladi. Davlat rahbari bu qaror orqali juda katta mablag' ajratildi. Shunaqa holatlar bo'ldiki, biz tumanga chiqqan paytimiz 65 ga kirgan otaxon o'zini kasallik bo'yicha bilmagan. Borib ko'rsak, arterial gipertenziya ham bor, bo'lmachilar xilpirashi ham bor. So'rasak, siz bilgansiz kasalligingizni? Yo'q, bilmayman degan. Birinchi marta kasal bo'lishim, lekin unda bir turda yurak qon tomir kasalliklari bor. Skrining natijasi kelib keyin davolash ishlarini olib bordik shuni. Birinchi navbatda bemorlarda o'ziga juda katta foyda bo'ladi. Faqat bitta shartini, agar bemor o'sha patronaj hamshira, oilaviy shifokor yoki kardiologi bergan tavsiyasiga rioya etsa, sog'lom turmush tarzini targ'iboti bo'ladi. Sigaret chekish, alkogol iste'molni kamaytirish, yo butunlay nima qilish, to'g'ri ovqatlanish. Undan tashqari 35% aholida kam harakatlik bor bizda. Uni bartaraf etishimiz kerak. Bu narsaga o'zlari e'tibor bersa yaxshi bo'ladi. Ikkinchi tomon, davlatda o'zida ham katta iqtisodiy foyda bo'ladi. Birinchi navbatda infarkt, insultlarda asorat olinadi. Undan tashqari tez yordam chaqiruvi kamayadi. Albatta qo'shimcha ortiqcha dori ishlatish kamayadi. Bitta bemorni shu yurak kasalida birlamchi bo'g'inda davolab dorisini o'z vaqtida ichib yurgani qanchaga tushadi-yu, o'ziga e'tiborsizlik tufayli og'ir operatsiyalarni o'tkazib, oyoqqa turg'izishgacha qancha mablag' ketadi? Endi agar fuqaromiz o'z salomatligiga qarasa, sog'lom turmushga rioya etsa, to'g'ri ovqatlansa, salbiy odatlardan voz kechsa, unda xarajat kerak emas unga. Yurak qon tomir kasalligi bo'lgan bemor operatsiyadan kunida 30 minut kamida yurish kerak. Sog'lom odam u kamida 1 soat 10 ming qadam yurish kerak. Tez yordam chaqirish, u qo'ying, u qancha pulga tushadi misol uchun. Bizda bu bepul-ku. Buni ham biz bilishimiz kerak. Shuning uchun men o'ylayman, mana skrining natijasi albatta bu xalqimiz uchun ham, davlatimiz uchun ham juda katta bir dastur bo'ldi.
Ko'rilgan choralar tufayli gipertoniya, yurak ishemik va surunkali o'pka xastaliklari, bronxial astma, qandli diabet, gepatit kabi eng ko'p uchraydigan 7 ta kasallik guruhi bo'yicha davolash standartlari xalqaro talablar asosida yangilandi.